Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bitta bedaveradigan kaselkamiz tayyor bo'lgandi. Hozir shuni bitta yerda sinov jarayonida o'tkazdik. Hozir mana bu ikkinchi yerimiz. Eniga 2 metr joyda o'rib ketadi. Mana eniga 2 metr joyda o'radi. Qaytishida 1.60 joyda o'rib, ikkalasini bitta to'plab beradi. Ya'ni 3,5 metrda bitta to'playdi. Press apparatga mo'ljallab beradi. Bir soatda bemalol 1 gektar joyda o'rsa bo'ladi. Keyin buni o'rishi ko'pchilik o'tni maydalaydi, boshqa qiladi degan fikrda. Bedani maydalamaydi. Traktorchini bu o'sha nima deydi, tajribasiga bog'liq. Mana hozir bitta ichkariga o'rib kelganda bitta tashqariga chiqaryapti mana. Press apparatga mo'ljalladi. Mana shu joy 3,5 metr hozir mana. 3,5 metr joyda bitta to'playapti. Mana hozir bunday keldida orqaga qaytdi. 3,5 metr joyda bitta to'playdi. Mana bu joyda ham xuddi shunaqa 3,5 metr joyda bitta to'playdi. Mana shu o'rtaga tashlaydi. Press apparat bemalol yuradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Beda hech qanaqa maydalangani yo'q. Massasi o'zini joyida turibdi. Mana bedamiz. Hozir yana bitta ko'chaga urib ketdi bunga. Mana to'daga yaqinlashtirib. Traktorchini o'zini qo'lida. Press apparatga mo'ljallasa ham bo'ladi, yo qurishi osonroq bo'lsa, o'zimiz mo'ljallab olamiz desa aylanib o'raveradi.